Amir Temurdan boshlaylik. Eng mashhur sarkarda O'zbekiston tarixi, jahon tarixida juda katta bir nufuzga ega buyuk shaxs, Temur tarixi 27 davlatni birlashtirgan, katta imperiya tuzgan buyuk shaxs. Amir Temur shaxsiga oid har yili asar yoziladi. Har yili bor. Ozarbayjonda mana Yunus O'g'iz yaqinda yozdi, o'zimizda Muhammad Ali ketma-ket yozyaptilar va yaqinda xabarimiz bor, Angliyada ham bir asarlar chop etildi. Lekin ming afsuski, ayniqsa Yevropa doira nuqtai nazaridan qarayman, bular Osiyodan qarab gapirishsin. Yevropada biroz Amir Temur shaxsiga obyektiv baholar boshlangan. 2001-yilgacha ular salgina subyektiv qarashlar ko'p uchrar edi. Undan keyin turli o'sha targ'ibot, tashviqotlar, manbalarni aslini ko'rsatishlar, o'rgatishlar va ularni tahlillarini ortib borishi natijasida obyektiv qarashlar boshlandi-ku, ammo so'nggi paytlarda yana ayrim o'sha yevropalik yozuvchilarda subyektivroq ma'lumotlar berish Temur haqida ko'paygandek. Chunki bu bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy hol deb qarashimiz kerak. Munozaralar davom etadi, chunki Amir Temur u murakkab shaxs. Agar u shunaqa buyuk bo'lib, shunaqa istilolar qilmaganda, u bu darajada katta imperiya tuzmas edi. Hozirgi ayrim tarixchilar yoki o'sha adabiyotda uni nomini zikr qilayotgan yevropaliklar bir tomonlama qarab qo'yishyapti-da, uni harbiy istilolarga urg'u kuchayib, uni bunyodkorligi, uni tuzuklari, uni qonunchilik borasidagi o'ziga xos yangiliklariga e'tibor ikkinchi planga tushib qolayotgandek bo'ladi ba'zan. Lekin bu juda sanoqli o'rinlarda. Aksariyat Yevropada hozir Amir Temur shaxsini obyektiv o'rganish boshlangan. Hattoki Yevropani yirik madaniy markazi Fransiya markazida Temuriylar davrini o'rganish alohida ilmiy tadqiqot instituti bor, uni assotsiatsiya deb atashadi. Uni dastlab Lucien Karen tashkil qilgan edi, boshqaradi. Hozir Federike Buperti xonim boshqaryapti, fransuz, lekin o'zini Samarqand qiziman deb ataydi. Har yili Samarqandga keladi u ayol. Qarang qanday e'tirof, Samarqand qiziman deb ataydi. Yaxshi ko'radi Samarqandni, butun hayotini Temur tarixini o'rganishga bag'ishladi va u Yevropadagi bizni turistik elchimiz ham hisoblanadi-da. Ya'ni mana shunaqa alohida ilmiy tadqiqot institutlari Amir Temur va Temurlar davrini to'g'ri va aniq o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha ancha ishlarni qilyapti. Boyagi fikrlarga qo'shimcham shundan iboratki, nima uchun Yevropada ko'p deganiga ozgina javob yana bitta keldiki, Yevropada Yoqubjon boya aytdi, Yevropa bizdan oldin birlashdi, markazlashdi. Kuchaygandan keyin ilmiy tadqiqot institutlarini tuzishga ham e'tiborni kuchaytirib yubordi-da ular. Masalan, 16-asrda o'zi Italiyada sharqni o'rganish institutlari bor edi. 17-asrda Fransiyada sharqni tadqiq qilish institutlari bor edi. Ya'ni davlatlar sharqqa qaratildi. Davlatlar haligi siyosatni joyiga qo'ygandan keyin, iqtisodni joyiga qo'ygandan keyin e'tiborni ilmga, tadqiqotga, istiqboldagi balki hali yashirin maqsadlarni amalga oshirish elchilarni jo'natib, adabiyotlarni talqinidan boshladi-da. Shu, demak, ilmiy tadqiqot institutlarining borligi va ularning faoliyati ham sharqni ularga yaqinlashtirgan bo'lishi ehtimoli bor. Chunki